Şuna çıktık. Damazga o'tirdiklar. Bo'roni va qasir qusur deyman. Ham shamol, ham do'lga aylanib ketib qoldi. Bir hafta qoladi. Men shu bugunlar уже buni eksportga chiqarardik o'zi shu narsa. Do'l yog'ishi natijasida tabiiy ofat deymiz buni. Qovunlarimiz mana shunaqa jiddiy zarar ko'rgan. Ko'rishingiz mumkin. Hamma joyda uchratish mumkin. Nafaqat hosilda, balki palaylarimizda ham xuddi mana shu manzarani guvohi bo'lamiz. Mana bugun Efagro jamoasi Jizzaxga yo'l olmoqda. U yerda 200 gektarlik qovun ekilgan maydon do'ldan jiddiy talafot ko'rgan. Biz o'z dorilarimiz bilan bu ekinlarni yana hayotga qaytaramiz. Kuchli zarb bo'lgan. Bu past tomonimizda bir 500 metr bo'lsa, mana kirib kelishimizda 60 gektar joy edi. O'shalarning hammasi shu tabiiy ofatli bir talofat bilan bu holatlar bo'ldi. Mana shular mana. Mana qo'yildi mana. Hammasi mana zarba bilan yeganda qarang. 10-may kuni soat 4:30-5 da bo'lgan talofat orqali mana shu bizning qovunlar mana shu holatda bo'lib ketdi mana. Mana shu holat. Umumiy mana shu yerdagi 25-30 gektar joy shunaqa bo'ldi. Mana qovun hosillari mana holat, ana shunaqa holatda bo'lgan. Nimalari borda zarbalardi. Zarbalarning nimasiga mana bunasi qashqam. Endi mana katta hosildan ko'rasiz, javni ko'rinib turibdi. Chunki mana shular 25-ga xudo xolasa pishib hosil terimiz oldi boshlanishi kerak. Qotmalar o'sha shikastlangan hosilda, shikastlangan hosil. Bularni qalayni asonoy stressdan chiqarib buni rivojlantirish nima qilsa, mana uch tomonda bor, mana hosil beradi. Ertaga mayda bo'lib qolishi mumkin. Hajmi to'g'ri. Biz o'ylaymiz, masalan, 8-10 kilo bir eksport qilib tovar chiqaramiz deymiz, lekin bo'lmay qolishi mumkin. Agar stressdan chiqarsak, balki biz o'ylagandan ko'ra sal kamroq bo'lsa ham 7-8 kilo bo'ladi. Lekin men mana shuni yorib ko'rsataman, shu sizlarni Nurel Extrem olib kelaman, Extrem dori-darmonlarni, gibridlarni olib kelib foydalanaman, hammasini olinaman. Birortasi g'ubor yo'q. Mana shikastlangan bo'lsa, mana shu joyda ko'rsata olaman. 4 yildan sizlarni shu Efedagrodan foydalanaman. Mana ichida g'ubor yo'q. To'g'ri. Hozir hech nimasi yo'q. Agar bo'lganda mana shu urug'larni yeb tashlagan holat bo'lardi. 6-kundan bir sepganimiz yo'q bu yerga. Endi buni bir dezinfeksiya qilib chiqishimiz kerak. Dezinfeksiyani bundan suv beryaptik. Svetimizda sal muammo bo'ladi. Ular to'g'rilasak, xudo xolasa sal o'zini jonlantirib, keyin bersak, suga stress bo'lmasin degan maqsad. Lichinka qo'yyapti mana shu. Mana shu hasharot lichinka qo'yyapti qovunning ichini, urug'ini yeydigan qurt paydo qiladi. Lekin 14 kun davomida sepmadik. 6 kun, 7 kunda sepaman. Yo'q, bu narsalar bo'lmaydi undan. Yaxshi. Biror yilib eksportga berdik mana. Mana shu qizil tochkalarimiz, mana shu hasharotni lichinka qo'yayotgan nimalari. Bu tomon o'zimiz mahalliy. Mana Obnobod, ko'kchamiz bor. Tepada chillak qovunimiz bor. Mana shu holatda mana shu qarasangiz, shuna kunbotarga tikilganingizda o'ng qo'l tomonda gibridli o'rinlar rivojlanish tezroq bo'ladi. Stressdan chiqyapti. Lekin o'zimiz mahalliy ham chiqyapti. Bunga nisbatan pastroq natijada. 3 kilo, 3,5 kilo bo'lganda, endi tabiiy ofatdan bo'lib, mana ahvolga tushib qoldi. Mana bu yerda hosillar уже katta miqdorda bo'lgandi. Har bir palayda 3-4 kilo bo'lgan. Oldi qovunlar. Mana shular 3 kilo edi. Mana so'rib qaytgan holat. Chunki bu do'z zarbasi edi. Mana shu qovunlar уже oldi kirib nima bo'ldi. Olib kelamiz, o'zimiz mana shu atroflarda bor. Biz qo'rqib qolamizda, usuzgida sepamiz. Men o'zim jonim keladi, bir kun vaqtim sarflayman-da, Toshkentga boraman, shu yerdan olib kelaman. Narxi qulay birinchisi. Ikkinchisi 200 gektarlik yaxshi nima bo'ladi? Qovun, tarvuz. Effekti bor. Ha, effekt yaxshi. Endi ko'proq
Kazim aka bilan ko'rishamiz. Ko'p vaqtlar Farhod chetda bo'ladilar, Farhod biz bilan ko'p suhbat qilamiz, narsalar olamiz. Yaxshi, u bu xarajatimizga deydi. Mana buni olib kelib qo'llab ko'ring, buni olib boraylik. Juda katta. Effektni aytasiz, shu yerdan menga bitta nima qilib tashlab yuboring deyishadi, tashlab yuboramiz. Shu turgan yigitlar 50% foydalanadi. Sal masofa uzoqlik qiladi, bo'lmasa bizga o'xshagan. Bundan buyoqqa ham hozir 100 kilometrgina dehqonlar bor, xuddi bizga o'xshab. Mana shu atrofda, mana shu tog' barri hisoblasak 80 ta oila shuni orqasidan tirishib qilamiz. Buni qandaydir oziqlantirib stressdan, o'sha nima deydi? Yashnatib yuborish kerak. Oziqlantirish kerak-ku. Men bir marta 700 kilo berdim. Mana shu 5 gektar o'zimning maydonimga 700 kilo berdim. Hozir yana 700 kiloni beraman. Selitra beraman. Ham suv bilan oziqa berishim kerak, ham bargdan berishim kerak. Yashnatib, meni qo'zg'altib oldim-da. Hozir men bunga tavsiya qiladigan ko'taradigan narsalarni endi sepsam, bu nimadan oladi? Sintezni oladi. Yoshdan energiyani oladi. Qon o'ziga 7400 nima yiqqandan keyin qon oladi. Sizlarning maylardan men sepganman, hosilim zo'r. Menga effekt zo'r bergan, gibrilin ekstrem zo'r bergan. Chunki o'sha narsadan qo'llaganimni ham sanasini olib qo'yaman o'zimga. Ekstremni gibrilni qo'lladim. Albit qo'llardan yaxshi jam oxirgi soat edi. Mollar yaxshi effekt beradi, qo'llayapti. Yil buni qo'lladim. O'tkali falgroq qo'lladim. 3 kun anomali issiq bo'lgan 3 oy. Ash mevada 3 kilo. Mana tabiiy ofat. Agar tabiiy ofat zararda biz ishlatgan bunga bergan oziqalarimiz hammasi men shaxsan o'zim uchun maqtayman. O'zim uchun. Ko'ringlar, yaxshi natija. Kamchilik yo'q. Mana shu kamchilik. Stadionimizda kattalar bor, yoshlar bor, tavsiya qilaman mana shu. Prosta uzoqlar qiladi. Men siz chiqaman, o'sha yerdan foydalanganim uchun shunga uraveraman o'zim. Bu yerda turgan oila hammasi xuddi men qilgan ishni qiladi. Bir o'zim emas. Chunki bizni xalqimiz shuni orqasidan ota-bobolarimiz biz endi bilganimiz bir 60 yil bo'ldi. O'zim 50 yoshdaman. Ota-bobolarimizdan eshitib kelganimiz shu polizchilik, sabzavotchilik bilan shug'ullanganida 60 yil bo'ldi. Bu qovun dalamizda do'l yog'ishi natijasida tabiiy ofat deymiz buni. Qovunlarimiz mana shunaqa jiddiy zarar ko'rgan. Hamma joyda uchratish mumkin. Nafaqat hosilda, balki paleylarimizda ham xuddi mana shu manzarani guvohi bo'lamiz. Ha, tarpenzi to'rt. Ko'chat yosh bo'lgani sababidan o'sha stressdan chiqishga ancha qiynalyapti. Ha, meva katta bo'lib qolgandi chunki. Stressdan chiqish qiyin bo'lyapti. Mana hammasi qarang, mana ko'rinishi. Sug'orish ishlari bugundan boshlandimi? Ikkinchi обработкасы boshlandi. Mana shu 14-chestov bo'lsa, 15-kuni berilgan. Mana bugun 19, 4-sutkaga yana ikkinchi ishlov berilyapti. Faqat selitra azot berilyapti-da bunga. Hozircha boshqa ximikat berilmadi. Yo'q, ximikat berilmadi. Sizdan kutdik, xudo xolasa, mana yaxshi tavsiyalarni o'sha stressdan chiqarish, mana shikast yegan joylariga quvvatlash nimalar bo'lsa, immunitet tiklovchi vitaminlar bo'lsa, shuni beramiz-da. Bor, hammasi bor. Ha, shular bilan shug'ullanishimiz kerak. Mana shu yigitlar hammasi talafot ko'rgan. Hozir biz turganlar 10-15 ta turibdi. Qolganlar endi ish yuzasidan boshqa kimdir nimaga ketgan, o'qit olishga boshqaga ketgan harakatda. Bu hozir qalayda kalsiy, kaliy, magniylarni oksidlar yetishmay turibdi bunga. Shu sababidan ishlayadi hozir. Hazm qilish jarayoni buzilgan. Buzilgan. Quvvat kam. Stressdan chiqishi qiyin bo'ladi. bo'ladi. Stressdan umuman chiqish qiyin bo'ladi ularda. Boya joyda yosh bolalarda stressdan chiqish bor. O'tgan ahvol jiddiyroq o'tga qaragan. Ha. Chunki buni yosh katta bo'lgani uchun o'zini tiklay olmay qoladi. Quvvat yetib qoladi. Buni ozgina qilish kerak. Mana shu mevalarni hammasi qaryapti. Buni stressdan chiqaradigan oziqalar kerak-da. Kerak. Yaxshi foyda beradigan nimalar kerak. Sizlar mana maslahatlar bilan xudo xolasa nima bo'lishiga mana qarang. Xudo xolasa. O'ta mana zarba kuchli bo'lganda bu. Mashinasi oziq yetishmasdan shovib qoladi. Stress ham bor. Balon anaqalar baylarimda yopilib qolyapti. Yopilib qolyapti. Hazm qilish jarayoniga ham jiddiy putur yetgan. Lekin ichadigan suvi ham sho'r holatda, toza suv emasda bu. Mana qarang, mana shikastlaganlar.
Tapdi zarba yegan. Ha, zarba o'ta kuchli bo'lgan. Buni qarang mana shu o'ta mayda holatda bo'lganda. Ha, bu tananing zarblanish natijasida. Bu betga nisbatan ham mana bu betda undan ko'proqda mana, qarang. Tanani yorib, zarba bilan bo'lgan mana. Meva bo'lgan, o'sha mevalar oqib ketdi shu mana 8 kun, 9 kun ichida mana uzib tashlagan bilan shu holatda. Zarba yegan joyi irib qolganda. Irib qolgan o'sha. Shu bu nima birak mahsulotda. Birak mahsulot. Birak mahsulot. Pishgan taqdirda ham o'sha joy yara bo'lib Ha, qoladi. yara bo'lib qoladi. Uni zavodga ham olmaydi uni foydasi. Mijoz hammasini uzib tashlaymiz. mijozi tabi nozik. Ha, endi mana qaytadan dashmani qarang mana zarbani tushini. O'ta nimasi mana shu mana oladigan bo'lsak mana birak holatga kelganda. Mana shu. Endi buni tozaladik. Shuni o'zini qaytadan tiklaydigan bo'lish kerak. Mana Nimaga palakka nima dori sepdi? Bu palakka kalsiy bilan magniy qo'shimchasi bor. Ham qo'shimcha ravishda aminokislota ham qo'shib sepilsa, stressdan chiqishi ham yaxshi bo'ladi. Unda yara chaqalarga ham foydali. Guli bor-ku, guli, g'o'rasi. G'o'ra bo'lmaydi, ochilmaydi. Kalsiy bilan bor sepish kerak. Kalsiy bor sepish kerak. Mana F Agro jamoasi hozir Jizzax viloyatining Forish tumanida bu yerda katta tabiiy ofat, ya'ni do'l yog'ishi oqibatida payhon bo'lgan qovun dalasini oldida turibmiz. Bu qovun dalasini yana hosildor qilish uchun, ya'ni hayotga qaytarish uchun o'zimizni ekstrem dori vositalarini sizlarning guvohliginglar oldida mana shu dalaga sepamiz hozir. Natijasini sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Hozir mana Amino Extreme dori vositamizni qo'shishdan boshladik. Bu dori vositamiz 20 litr suvga 100 gram miqdorda qo'shiladi. Mana guvohliginglarda mana qo'shilyapti. Mana bundan hozir 100 gram miqdorda qo'shildi. Keyingi apparatimizga ham 20 litr miqdorga 100 gram Amino Extreme dori vositasini qo'shyapti. Bu ekinlarning stressdan chiqishiga yordam berib, falaklarni ham yashnatib beradi. Aminodan keyin Kalborni qo'shamiz. Kalbor Extreme bu dorini ham 10 litr suvga 50 gram, ya'ni 20 litrga 100 gram miqdorda qo'shiladi. Buni ham 100 gramdan qo'shamiz 20 litr nimaga? 20 litr suvga 100 gram miqdorda qo'shiladi bu ham. Xo'p. Kalbor ekinlarda paydo bo'lgan yara chaqalarni yo'qotadi. Ekinning tanasini mustahkamlaydi. Hosildorlikni oshiradi yana ham. Ekinning qayta jonlanishiga ham yordam beradi. Buni foydali xususiyatlarini ko'rar ekanmiz, xudo xolasa. Bu natija 4-5 kun ichida shu yangilik bersa kerak. Natija xudo xolasa 4-5 kundan ham avvalroq berishni boshlaydi. Hop, keyingi dorimiz Rot Extreme. Rot Extreme. Bering. Ha, rutdan qancha qo'shiladi endi bu holatda? Rutdan ham xuddi shu miqdorda qo'shiladi. Ha, 100 gramdan 20 litrga 10 litrga 50 gram miqdorda. 50 gram miqdorda. Hop. Rot Extreme bu ham, ha? Ha, Rot Extreme. Faqat
Farhod Qobilov shunlar bilan Shejarga telefon qilib qoldi. Ha. Qilinglar-chi. Akmaljon olib keldingmi? Kel. Tak, to'xtasang hozir. Ozuqalarimizni qo'shib bo'ldik. Mana endi ozuqalarimizga qo'shimcha ravishda Silver, ya'ni kley. Dorining o'zini kleysi bo'ladi. Silver Extreme dori vositasimiz kley bu. Bu ozuqani hamda fungisid boshqa zaharlarni ham ekinga yopishtirib berib, ishlash samarasini yana ham oshiradi. 20 litr suvga 10 gram miqdorda qo'shiladi. Mana biz hozir Forish tumaniga F Agro jamoasi bilan keldik, vaziyatni o'rgandik. Ya'ni tabiiy ofat natijasida zarar ko'rgan dala maydonlarini ko'rdik hamda bu dala maydonida ishlayotgan dehqonlarimizga o'zimiz F Agro dori vositalarini, ekstrem dori vositalarini hadya qilamiz. Mana biz hali ham Forish tumanidamiz. Bu yerda mana tabiiy ofatdan, ya'ni do'ldan eng katta zarar ko'rgan dalamizni oldida turibmiz. Bu dalani deyarli 85% juda ham jiddiy zarar ko'rgan. Bu dalamizni egalariga, dehqonlarimizga F Agro kompaniyasi nomidan mana shu dorilarni hadya qilmoqchimiz. Bu dorilarning samarasini, ishlash samarasini hamda hosildorligini qanchalik yaxshi bo'lganini ularning o'zlari bizga nasib qilsa video murojaat orqali ko'rsatib berishadi. Yaxshilikka buyursin, Alloh hosilinglarni mo'l ko'l qilsin. Rahmat, yordam berganingiz uchun. Biz sizlarga murojaat qildik. Mana 9-iyun kuni tabiiy ofat bo'ldi. Endi Xudodan kelgan ekan. Baribir odamzod kerak ekan, murojaat qildik. Yordam berdinglar. Rahmat hammangizga ham. Qani mana shu dorilarni sepsak, rizqimizni terib yesak degan umiddamiz. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketar degan umiddamiz. Rahmat hammangizga, sog' bo'ling iloyim. F Agro Hosilingizni biz bilan yetishtiring.